Звуклari zo'r. Tojikistonlik akalar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa shunaqa yaxshi zo'r tor Tojikistonga ketyapti. Mashina sadafiga mana e'tibor bersanglar, shu joyning sadafi $200 ga qo'yilgan. Bunaqa sadafni hamma ham qila olmaydi. Mana. Ish bilan ishni farqi katta baribir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana bugun yangi torimiz tayyor bo'ldi. Bu torimizni Tojikistondan avgust oyida zakaz qilishgandi, sadafli tor. Mana uchert bilan, navbat bilan chiroyli qilib yasab berdik. Ko'rinishlariga mana o'zlaringiz baho berasizlar. Figuralariga e'tibor bersanglar, Ozarbayjon formasida mana oldimizda Ozarbayjon tori ikkalasini figurasini solishtirib ko'raverasizlar. Mana ikkalasi ham bu Ozarbayjonda yasalgan, bu Xorazmda. Ovozlarni chalib ikkalasini ham farqini ko'rsatganmiz. O'zlaringiz bahosini beraverasizlar uni ham ko'rib. Mana Alisher akaga esdalik Usta Timurdan. Mana odamlar sohada 30 yildan beri professional ustalar, ko'p shogirdlari bor. Xorazmda hamma san'atkorlar taniydi. Mana jarangga qolsin. Har tarafim o'zbekcha ham. Aktörler ham tiniq, звуклari zo'r. Tojikistonlik akalar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa shunaqa yaxshi zo'r tor Tojikistonga ketyapti. Mashina sadafiga mana e'tibor bersanglar, shu joyning sadafi $200 ga qo'yilgan. Bunaqa sadafni hamma ham qila olmaydi. Mana. Ish bilan ishni farqi katta baribir. Mana torni ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Xudo xolasa kimga shunaqa yaxshi torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'nglingizdagidek qilib, chiroyli qilib o'zlaringiz yasab beramiz. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rish nasib qilaversin.